Men sog'lomman, men baxtliman, men uddalay olaman deya o'z oldiga maqsad qo'ygan chevarlarimizning aslida imkoniyati cheklangan. Ammo ular bersang yeyman deb o'tirmasdan hunar o'rganganlar. Bugungi kunda esa mohir tikuvchilar qatoridan joy olishgan. Imkoniyati cheksiz ayollar forumi juda ko'tarinki ruhda o'tkazilyapti. Ushbu forumda tumanimizdagi 50 dan ortiq o'sha imkoniyati cheklanganligiga qaramasdan yurtimizda, tumanimizda o'zini o'sha munosib kasbi, mehnatlari, ilmi bilan xizmat ko'rsatayotgan, xalqimizda mushkulini oson qilayotgan tadbirkor, sportchi, ta'limda o'zida o'rnak bo'ladigan ayollarimiz ishtirok etishyapti. Qarshi tumani Mirmiron mahallasida imkoniyati cheksiz ayollar ko'rgazma forumi tashkil etildi. O'zbekiston nogironlar jamiyati Qashqadaryo viloyat hududiy bo'limi hamda Qarshi tuman hokimligi oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'limi hamkorligida tashkil etilgan tadbirda nogironligi bo'lgan tadbirkor xotin-qizlar o'z tajribalari bilan o'rtoqlashishdi. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi davlat vakillik organlarida ijtimoiy himoya, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga ehtiyojmand aholi vakillarini, manfaatlarini himoya qiladi. Ya'ni O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi bu sizni partiya hisoblanadi. Sizni manfaatingizni himoya qiladigan partiya hisoblanadi. Partiyaning kuchi saylab qo'yilgan deputatlar orqali bo'ladi. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Qashqadaryo viloyat kengashi tomonidan nogironligi bo'lsa-da, kasbiy rivojlanish orqali o'zini band qilgan va yutuqlarga erishgan xotin-qizlarni aholi orasida tanitish, ularning shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida tashkil etilgan shu kabi tadbirlarning o'rni beqiyos. Forumimizda ularni demak tadbirkor xotin-qizlarimizni demak ko'rgazma, qo'l mehnatlari bilan o'sha o'zbek an'analariga mos bo'lgan o'sha milliy urf-odatlarimizga xos bo'lgan demak tikuvchilik, to'quvchilik, quroqchilik kabi o'sha san'at asarlarini demak ko'rgazmasini namoyish qilish va shu orqali demak uyda o'tirgan kasb hunar egallamoqchi bo'lgan xotin-qizlarimizni yanada ham ruhlantirishdan iborat bo'ldi. Shu kabi forumlar nogironligi bo'lgan xotin-qizlarning mehnatini e'tirof etish orqali ularning ijtimoiy faolligini oshirishga, huquq va manfaatlarini himoya qilishni kuchaytirish maqsadida qonunchilikka tegishli takliflar ishlab chiqishda, nogironligi bo'lsa-da yutuqlarga erishgan xotin-qizlarni muvaffaqiyatli shaxs sifatida tanilishi hamda jamiyatdagi ijtimoiy mavqeyining mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Ko'rgazmada shu singari toifadagi xotin-qizlarning mehnati, ijtimoiy va professional sohalardagi yutuqlari e'tirof etilib, nominatsiyalar kesimida taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tdi.